Yomon kuldirasiz. Hey, kelin poshsha. Bu uyda men qizlik paytimda ovozim chiqmagan. Men qizlik paytimda umuman gapirmasdim, qo'shnilar gapirishardi, bu qiz gapirishni biladimi, yo'qmi deb soqol deb o'ylashardi. Og'zingni yo pastroq kunlaring odamlar nima deydi, ey? Nima bu ahvol? Nima bu chang? Men qizlik paytimda bu uyda umuman chang bo'lmagan. Men qizlik paytimda galpizdan terib qo'yardim, ko'rpachadan solib qo'yardim. Nima bu ahvol? Nima bu ahvol? Bu uyga qiz yo'q bu uyga. Voy kelin, hali ham ovqat tayyor emasmi? Men qizlik paytimda 2 qoshiq manta tayyor turardi-ya. Men qizlik paytimda sho'rim mashinaqasiga qaynab turardi. Rejim bilan ovqatlanardik. Ona qizlar ovqat qilaman deb oshxona yondirib yuboradi o'zi. Hamma yo'q bark. Biz qizlik paytimizda top-toza turardi. Hamma joy bardak. Biz qizlik paytimizda Kechirasizlar, shukrlar, men qo'rmaganman. Men qayda edim? o'chircha kelgin, sen chaqalog'ini qo'lingda ko'tarib, o'zing katta qilganman seni. Opaga gap qaytar.